Раз, два, три, четыре. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Hozir qolgan joylarni ham ko'rsatish. Kecha kun sel kelgan joy, mana ko'primiz, Mingtalik ko'prigimiz to'lib oqqan. Buni mana shu hovlini pastida 100 metr chiqsa kerak. Balki 100 shu o'rtada 50 talik turba qo'yilgan. Bu 100 metr oralikda suv yo'q bo'lib ketmaydi, yo bo'lmasa yer yutib ketmaydi, bo'linadigan joyi yo'q. 1000 talik turbaga borayotgan suvni 500 talik turba bilan o'tkazmoqchi bo'lgan. O'tmadi, ko'rgan bo'lsangizlar, o'sha sel ustidan oqib o'tdi, mana 500 talikka sig'masdan. Yana 500 taligimiz kalta edi, ikki yonidan beton qo'yib cho'zgan. 1000 talik turba qo'yiladi, juda ko'p ta'kidladik, harakat qildik. Bu bo'lmadi. Mana shunaqa ahvolga tushgan, hozir qo'parib yonlarini nimadir tashladi o'sha. Ustida rosa o'tdami joyga nima qilib tashladi. Yana bir tomoni xalqimiz mana yelib yugurib, mana shu opin budjetdan o'tdi, mana yo'lning o'rtasida o'tlar chiqib yotibdi, mana asfaltdan. Yuqorligi sababida qarang, e'tibor qiling, hozir men metrlayman. Mana metrlayman hozir. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana 3 sm ga yetayotgan yo'q, 2 sm bo'lyapti. Mana bu yoqni ham ko'rishimiz mumkin. O'sha gap mana 2 sm. Mana ko'rinyaptimi? Mana bu yoqda ham o'sha gap. Bu даже 1 sm mana. O'shanaqa gaplar mana. Bu yoqda ham o'sha gap. Mana 2 sm. May. 21-may bugun. Yo'lni nimasi to'g'ri olinmaganda suv ham netib o'tadi. Asfalt ustidan buzib o'tadi. Mana o'tgan yili opin budjetda 1 yil bo'lgan yo'q qilingan joyi ko'piri. Sel kelsa oqib o'tib ketadi ustidan deb 1000 marta aytdim. Bilganini qilib ketgan, mana kelayotgan sel mana. O'sha yo'lni qo'paryapti o'sha. 1 yil bo'lgan yo'q, asfaltni o'sha qo'parib boshladi. Ustiga chiqib ketgan o'sha. İçimdekiler içimni yeydi, yana o'zlaricha jigarimdaydi. Nafratim yuzimdan bilinmas ammo netay yuragimni alam tirnaydi. Birin rozi qilsam, birin norozi, har biring ko'nglida bormikan qo'zi. Yo ular haqmikan, yo men nohaqmi?